1 daqiqada jarima ballaridan qanday qutulishni o'rgataman. Mashinani kimgadir sotgansiz, lekin mashina sizning nomingizda turibdi va shu tufayli ham jarima ballari aynan sizga yozilyapti. Bu haydovchilik guvohnomasidan ayrilishga ham olib kelishi mumkin. Avval MyGo'ga kirasiz va u yerdan xizmat nomini kiriting degan joyga yo'l harakati deb yozsangiz o'zi chiqadi. Yo'l harakat qoidalarini buzganlik uchun javobgarlikni boshqa shaxsga o'tkazish degan joyini bosamiz. Xizmatdan foydalanishni bosamiz, keyin keyingisi degan knopkani bosamiz. Bu yerda avtotransport vositasini tanlashni bosasiz va bu yerdan mashinangizni kiritganingizdan keyin mashina egasini JSHRisi yoziladi pastdan. Undan keyin esa telefon raqami. Oxirgisi yashash tumani. Va undan keyin kimga bergan bo'lsangiz mashinani, u kishining ma'lumotlarini kiritamiz. Endi boshqaruv huquqini berish asosi nima deyapti? Bizda esa ishonchnoma. Ishonchnomani tanlaymiz. Endi qarang, javobgarlikning boshlanish sanasi degan joyga faqat bugunni kirita olasiz, kechani kirita olmaysiz. Undan keyin esa amal qilish muddati degan joyiga siz ishonchnomadagi sanani kiritishingiz kerak. Keyin izoh degan joyga jarima ball deb yozamiz. Keyin faylni tanlang deyapti. Faylni tanlashni bosasiz va ishonchnomani rasmga olasiz. Keyin uni yuborasiz. Mana yuborish tugmasini bosasiz. Endi nogironligi bor yoki yo'q, uni belgilab olamiz. Keyin xatolikni oldini olish uchun mashina egasining telefon raqamini uni kiritamiz. Va yuborishni bosdik, keyingisini bosdik va bo'ldi do'stlar. Mashina egasining ishi tugadi. Endi narigi shaxsning ishi boshlanadi. Endi narigi odamning telefondan MyGo'ga kiramiz va mana yuqorida qo'ng'iroqcha turibdi. Qo'ng'iroqchaning ustiga bosamiz, o'zi mana xabar keldi. Uni ichiga kiramiz, ochishni bosamiz. Endi o'sha odam mana shu yashil tasdiqlash knopkasini bosadi. Keyin o'sha sotib olgan odamning yuzini tizim skaner qilib oladi va shu bilan tasdiqlash yakunlanadi. Keyin mashinaning egasini telefoniga o'tiladi va u yerdan 37.080 so'm to'lovi bor. Uni karta orqali bemalol amalga oshirsangiz bo'ladi. Shu bilan bu ish yakunlanadi. Keyin MyGo'dan to'liq chiqib ketamiz va qayta kiramiz. Keyin arizalarim degan bo'limning ustiga bossak, ichida bizning hujjatimiz tayyor turgan bo'ladi. Bemalol olib olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'z yaqinlaringizga yuborib, ushbu videoga like bosib qo'yishni unutmang.